Shu madrasada shu ancha bo'ldi. Siyratdan exam topshiryapti 2-kurs bolalarimiz. Shunda bitta o'quvchimiz yaxshi o'qiydi. Asabobajnon qilib senga 4 qo'yib chiqara olaman, sen domla men 5 ga javob beraman deyapti. Yo'q, men 5 ga topshiraman dedi. Nimani so'radim? Siyrat fanida eng qiyin narsa nima bilasizlarmi? Nimani eslab qolish qiyin? Ismlardir. Men tarixiy voqealar eslab qolasiz, Mo'yil mana g'azot bo'lgan, moncha qatnashgan ism eng qiyini. Rosa qiziq joylaridan siyratdan 3 tadan 4 tadan odam aytilish kerak bo'lgan joylarni so'rayapman, tap aytib berdi. 12 tasini aytib berdi 3 ta savolimga. 5 qo'yib chiqardim. Otasiga rahmat. Otasiga rahmat. Ya'ni shunaqa bir himmati oliy ekan, qanday hurmat qilmaysiz mana shu o'quvchini? Nimaga ko'nmayapti? Nichega ham rozimiz. Ya biz yutamiz, yutganda ham qanaqa yutamiz? 6 ta razm hisobini yutamiz, 7 ta. Himmatni baland qilaylik birodarlar.